Assalomu alaykum barcha yurtdoshlar, tomoshabinlar, Jizzax Begom kanalining qadrli obunachilari. Xudo xolasa mana 2026-yilning 15-mart sanasida biz Kaliforniya qizil yomg'irchi o'lchangiga olgan zakasimizni xudo xolasa zishligini zo'r bo'lgan darajada qilib sop yetkazib berishga harakat qilyapmiz. Hozir cho'lchanglardan zishligini bitta ko'rsatib o'tamiz. Mana bu yerda begomlarimiz e'lanib, xudo xolasa klientlarga tayyorlanyapti. Begom sotish jarayonlaridan ham bitta video qilamiz hali xudo xolasa. Xo'p yurtdoshlar, bu zakasimiz xudo xolasa mana shu begom faoliyatini boshlaganimizdan beri ko'pchilik Qozog'istondan, Tojikistondan, Qirg'izistondan mana shu cho'lchang biznesiga qiziqib, begom biznesiga qiziqib ko'pchilik aka-ukalar so'ragan. Shu vaqtgacha hali u tomonlarga dastavka qilmagandik. Xudo xolasa mana bu dastavkamiz Tojikistonga bo'ladi. Xudo xolasa Boka orqali Tojikistonga yetkazib beryapmiz. Ertaga xudo xolasa ertalab yo'lga chiqamiz. Mana bugun kech bo'lishiga qaramasdan cho'lchanglar sop tayyorlab qo'yapmiz. Shularni hosilaga bir qator ko'rsatib o'tamiz. Kimda kim Begoms biznesiga qiziqib, Kaliforniya qizil yomg'irchi o'lchang yoki Begoms kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdan nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Xudo xolasa yildan yilga talab zo'r bo'lib kelayotgan Begomsga zo'r ko'tarilayotgan bizneslardan biri. Xo'p yurtdoshlar, biz sizlarga bitta cho'lchangni ko'rsatib o'tamiz. Yurtdoshlar, korobka soni ko'p bo'lmasin, korobka soni sal kamroq bo'laversin. Zishligini xudo xolasa oshirib berasiz deganligi uchun 2 kvadrat Kaliforniya qizil yomg'irchi o'lchangni bitta kvadrat 1 kvadrat qilib boryapmiz. Ya'ni zishligini juda zo'r qilib oshirib olib boryapmiz. Mana go'sht holatida desam bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa cho'lchanglar terilgan. Lahm go'sht holatida. Mana bu yerda cho'lchanglardan zishligi zo'r. Bu yerdan sop aralashtirib solyapmiz. Mana bu yerda cho'lchanglardan zishligi ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa zo'r holatda ertaga yaqin borguncha ziyon yetkazmaslik uchun tagidan qop qo'ydik, havo o'sib turishligi uchun. Lekin zishligi baland bo'lsa cho'lchanglar stressga tushishi mumkin. O'shaning uchun janoqa baland qilmagan holatda zo'r yaxshi holatda olib boryapmiz. Xudo xolasa hozir mana ko'rsataman bu tomonni. Mana cho'lchang olinayotgan joydan bitta ko'rsatamiz. Mana cho'lchanglar ko'rishingiz mumkin. Zishligi zo'r mana bu joylarda ham. Mana cho'lchang holati kimga ko'rinayotgan bo'lsa, juda zo'r aktiv cho'lchanglar, katta bo'lib, xudo xolasa tuxum qo'yib zo'r holatda ishlayapti. Mana joylardan solinyapti cho'lchanglar. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda begomslar xudo xolasa klientlarimizga tayyorlanyapti. Mana bu yerda ham 4 ta joyimizda qoldi, elanmagan. Bularni ham xudo xolasa elashni boshlaganmiz. Xo'p yurtdoshlar, kanalga obuna bo'lib qo'yishdi. Kimga mana shunaqa Kaliforniya qizil yomg'irchi o'lchang yoki begomslar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.